Assalomu alaykum. Dotent kursini o'tishim davomida menga indekslar haqida ham bir savol bo'lgandi. Hozir o'sha savolga qisqa va lo'nda qilib, hammaga manfaatli bo'lsin deb javob berib qo'ymoqchiman. Indekslar jadvaldan ma'lumotni izlab topishni samaradorligini oshirish uchun kerak. Agar jadvalda indeks bo'lmasa, unda ma'lumotni izlashda table scan amali bajariladi. Bu degani esa jadvaldagi ma'lumotni har bir qator bo'ylab izlab chiqiladi, ya'ni izlanayotgan ma'lumotni birma-bir solishtirib chiqiladi. Faraz qilaylik, agar jadvalda millionlab yozuvlar bo'lsa va biz izlayotgan yozuv 990 minginchi qatorda bo'lsa, 990 mingta yozuvni qarab chiqish kerak bo'ladi. Bu albatta juda ham samarasiz uslub. Endi indeks qo'yilganda bu xuddi mundarijaga o'xshagan narsa bo'ladi. Ya'ni database engine o'sha biz izlayotgan yozuvni izlash uchun aynan indeksga murojaat qiladi, topish uchun. Shuning uchun indeks qo'yish bu ma'lumot izlashni jarayonni juda ham tezlashtiradi. Endi indeksni ikki xil turi bor: clustered index va non-clustered index. Agar biz jadvalimizga primary key, ya'ni asosiy kalit qo'ysak, unda u jadvalda bitta clustered index bo'ladi va ma'lumot izlashda o'sha clustered index ishlatiladi. Ya'ni boshqa indekslar qo'ymasak, bu albatta clustered index orqali ma'lumotni izlash table scandan ko'ra ancha samaradorligi yuqoriroq bo'ladi. Endi biz yana ham ma'lumot izlashni tezligini oshirmoqchi bo'lsak, unda biz izlayotgan ustunlarga indekslarni qo'ysak maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni o'sha where shartida ishlatilgan ustunlarga indeks qo'yamiz yoki join orqali joinda ishlatilayotgan ustunlarga qo'yamiz yoki group byda ishlatilayotgan ustunlarga indekslarni qo'yamiz. Bular endi non-clustered index deyiladi. Endi indekslarning yana unique, ya'ni qaytarilmas turdagisi ham bo'ladi. Ya'ni bu o'sha ustunda ma'lumot umuman qaytarilishi mumkin emas degani.